keyin dengiz to'ladida, ko'kka boqqan ko'zlar yulduz ko'radida. Daryo toshsa keyin dengiz to'ladida, ko'kka boqqan ko'zlar yulduz ko'radida. Bek bolasi baribir bek bo'ladida, bek bolasi baribir bek bo'ladida. Orislari ikki daryo orasini, qaddin ko'ring O'zbekiston bolasini. Orislari ikki daryo orasini, qaddin ko'ring O'zbekiston bolasini. Ko'rmagan kunni ko'rsin deydi bu el. Bolam mendan baxtli bo'lsin deydi bu el. Men ko'rmagan kunni ko'rsin deydi bu el. Kuysa faqat bolam deya kuydi bu el. Kuysa faqat bolam deya kuydi bu el. Har narsaning sarasini, qadrin ko'ring O'zbekiston bolasini. Bilinadi har narsaning sarasini, qadrin ko'ring O'zbekiston bolasini. Shu til seniki, sultoning yo'l ochib dedi, yo'l seniki. Qadim tarix so'zlashgan shu til seniki, sultoning yo'l ochib dedi, yo'l seniki. Yillar senga hadya bo'lsin, yil seniki. Yillar senga hadya bo'lsin, yil seniki. Berdi har orzuning chorasini, baxtim ko'ring. Sizga baxt boqqan qiyo, sizga ko'k sochgan ziyo. Sizlar uchun millionlab shart sharoit muhayyo. Sizga baxt boqqan qiyo, sizga ko'k sochgan ziyo. Sizlar uchun millionlab shart sharoit muhayyo. Jajji jajji kichkintoy, shirin 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 toy. 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 Quyoshday yorqin yo'ling, oyga yetadi qo'ling. Ko'kdagi yulduz kabi
aşçımı, şair mu ya bakşımı, doktor ya küreşçimı. Ceci ceci kichkintoy, shirin 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 toy. 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 Vatanım balaları ildem ildem alga bas, büyük gelecek sarı. Ceci ceci kichkintoy, shirin 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 toy. 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 Hamma yaxshi. Nega chaman istamas yantoq, sahrosidan kelmaydi beri. Axir qumsar yongan shu ovloq, ne qilsa ham uning vatani. Nega chaman istamas yantoq, sahrosidan kelmaydi beri. Axir qumsar yongan shu ovloq, ne qilsa ham uning vatani. Shu bir yantoqchalik bo'lmasam, bolam dema vatanim meni. Shu bir yantoqchalik bo'lmasam, bolam dema vatanim meni. Eshigimsan allalar aytgan, eshigimsan kuzatib kutgan. Eshigimsan allalar aytgan, eshigimsan kuzatib kutgan. Har balodan avaylab, asrab, erkalatib kaftida tutgan. Har balodan avaylab, asrab, erkalatib kaftida tutgan. Xizmatingda turmasam seni, bolam dema vatanim meni. 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 Maqomlaring, chorgohlaring, saraxborlaring, savlatiga dunyo bosh ekkan Samarqandu Buxorolaring. Faxrim mening shash maqomlaring, chorgohlaring, saraxborlaring, savlatiga dunyo bosh ekkan Samarqandu Buxorolaring. Tarixingni bilmasam seni, bolam dema vatanim meni. Tarixingni bilmasam seni, bolam dema vatanim meni. Xizmatingda turmasam seni, bolam dema vatanim meni.
xizmatingda turmasam seni bolam dema vatanim meni. Buyuk safar boshlading mana, har qadamda qilding tantana. Buyuk safar boshlading mana, har qadamda qilding tantana. Farzandlarim boshin silagan sendayin yurt ko'rmadim yana. Dilbandlarim boshin silagan sendayin yurt ko'rmadim yana. Agar qadring bilmasam seni bolam dema vatanim meni. 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 Xizmatingda turmasam seni bolam dema vatanim meni. Xizmatingda turmasam bolam dema meni. geldiniz ama. Esselamu Aleyküm.
bo'ldimi? Aziz o'quvchilar, mana sizlar qisqa muddat ichida o'qish va yozishni bilib oldingiz. Savod chiqardingizlar. Mehribon ota-onangizga, ona yurtingizga, jonajon xalqingizga munosib farzand bo'lib yetishishlaringizga tilakdoshman. Savodxonlik bayramini hozir hammangiz taklif qilaman. Har doimgidek odobli bo'lib, chiroyli bo'lib she'rlarimizni ifodalatib aytib, ota-onalarimizni xursand qilamiz, ha? Tayyormanmi? Ularni chuqur egallang. Ota-onangizga munosib farzand bo'lishga harakat qiling. Aziza yo'qmi bugun endi darsimizda? Yo'q. Mana bormi? Bolajonlar, biz yashab turgan vatanimizning nomi nima deb ataladi? O'zbekiston qanday davlat? Mustaqil davlat. Mustaqil vatanimiz necha yoshga to'ldilar? 25 yoshga. Vatan haqida kim she'rlar, qo'shiqlar aytib beradi bizga? Qani Mahliyo? Turkan? Vatan mening onamsan, issiq quchog'ing, olamda yagonasan, aziz tuprog'ing, kelajaging buyukdir, yoshna doimo, vatanim seni bugun tanitsin, yo. Barakalla, 5 bol. Qani vatan deganda nimani tushunasiz? Baxtiyor Behruzbek aytib bersin. Adam bu, chenday qaramas, yo'jadan tuproq. Barakalla. Qani yana kim aytadi vatan deganda nimani tushunasiz? Shohjahon. Vatan bu buyuk millatimiz. Barakalla. Yana kim davom qildiradi? Men. Yana Munisa qizim aytsin qani? Vatan bu eshigimiz, uyimiz, turar joyimiz. Qani Davron bekam javob beramiz? Vatan bu diniy allomalarni boyaga yetkazgan muqaddas maskan. Barakalla. Vatan haqida kim maqolalar aytib bera oladi mana? O'rganganmiz kalifbi darsimizda? Qani Behruzbek aytsin qani? Tu olma, qalandar Behruzbek. Bülbül çavadır, oda vatandır. Hamizjon aytsin qani? Elde bori, filde bori. Qanasi hozir hammangizni savodxonlik bayramini o'tkazish uchun zalga taklif qilaman. Hammaning she'r qo'shiqlari esindami, yodindami? Yoddan chiqib ketmadimi? Yo'q. Hayajonlanmasdan chiroylatib aytib berib bilasizlarmi? Hammangizni taklif qilaman deb marhamat.
Kechamizni ochib berish uchun so'z Ma'naviyat va ma'rifat ishlari bo'yicha direktor o'rinbosari Madrahimov Xushnud ustozga. Assalomu alaykum, hurmatli ota-onalar, aziz o'quvchilar. Mana tobora kun sayin yangi yil 2017-yilga yaqinlashib kelayotirmiz. Hammangizning xabaringiz bor. 2016-yil marhum prezidentimiz tomonidan sog'lom ona va sog'lom bola yili deb e'lon qilingan edi. Mana shu yildimizda davlat dasturi ishlab chiqilib, bunda juda ko'pgina tadbirlar amalga oshirildi. Xuddi shu tadbirlarimizni bizning maktabimizda ham ishlab chiqilgan bo'lib, shu tadbirlarning eng oxirgisi mana 1-sinf o'quvchilarimizning LP savodxonlik kechasi edi. Kechayna 1A sinf o'quvchilarining savodxonlik bayramini tomosha qildik. Bugun mana yosh, umidli, kelajagi porloq o'qituvchilarimizdan Mavlon va Dilrabo rahbarlik qilayotgan 1B sinf o'quvchilarining LP bayramini guvohi bo'lamiz. Mana yaqindagina edi, qisqa fursatlar bo'lib o'tdina 1-sinfga qabul qilib, hali ruchka tutmoqi, harflarni bilmaydigan o'quvchilarimiz mana qisqa fursatlarning ichida ancha bilimdon bo'lib qoldilar, harflarni taniydigan, matematik amallarni bajaradigan o'quvchilarimizga aylandilar. Bu yerda albatta o'qituvchisining, shu yerdagi maktab pedagog jamoasining xizmatlari bor albatta. Demak, hozir mana shu o'quvchilarimizning olgan bilim malaka ko'nikmalarini hammamiz birgalikda tomosha qilamiz. Shu fursatdan foydalanib, aziz ota-onalar, maktab pedagog jamoamiz nomidan shu kirib kelayotgan 2017-yil xalq bilan muloqot va inson manfaatlari yili bilan maktab pedagog jamoamiz nomidan barchangizga uzoq umr, sog'lik, salomatchilik, oilangizda turli ana shunday ajoyib marosimlar bo'lishini tilab qolamiz. Katta rahmat. Shu bilan tadbirimiz ochiq deb e'lon qilinadi. Assalomu alaykum hurmatli ota-onalar, Mehridaryo kasbdoshlar, aziz o'quvchilar. Mana bugun 1B sinf o'quvchilarining alifbe, ya'ni savodxonlik kechasi. Ushbu munosabat bilan o'z qimmatli vaqtlarini ayamasdan tashrif buyurgan hamma ota-onalara katta rahmat. Yuzlarida tabassum, qalblarida bir olam quvonch bilan qarshingizda turgan bu o'g'il qizlar ming-minglab o'quvchilarning safdoshlaridir. Bular hozir alifbe kitobini o'qib savod chiqarib ilk bosqichdan o'tmoqdalar. O'zlarining qanchalik zukko va bilimdon ekanliklarini sizlarga namoyish etadilar. Marhamat, tomosha qiling. Biz baxtli bolalarni ardaqlaydi hurriyat. 200-300 o'smoq bizning shior. Bizlar ham ro'znomalarda vatan, ona, do'stlik, toshki, o'quvchilar so'zlarni bemalol o'qiyapmiz. Ertaklar o'qiy olamiz, ularni sizlarga gapirib beramiz. Mana bizni tomosha qiling, o'zingiz guvoh bo'lasiz. Assalomu alaykum.
o'zingizda siz unda edim yangi to'lqin bo'lib kelib O'zbekistonning birinchi prezidenti Islom Abdug'aniyevich Karimov tashabbuslari bilan 2016-yil Sog'lom ona va sog'lom bola yili deb e'lon qilindi. Shu munosabatda viloyatimizning barcha joylarida sog'lom bola dasturi ishlab chiqilib, xalqqa taqdim qilindi. Ta'lim-tarbiya sohasida, sport sohasida bosh yutuqlar qo'lga kiritildi. 4-dekabr kuni viloyatda saylov natijalariga ko'ra O'zbekistonning prezidenti qilib Shavkat Miromonovich Mirziyoyev saylandi. Umidlar oldidir, buyuk Charoning unidek egar sarbonim bordir. Boshingdan nur sochar O'zbekistonim, mehring ko'zimizda qalbing tumor. Kechagina qonunimizning 24 yilligiga bag'ishlangan Shodona kunida saylangan prezidentimiz Shavkat Miromonovich 2017-yilni xalq bilan muloqot va inson madatlari yili deb e'lon qildilar. Bu yillarning nomlashdan nafaqat inson ma'rifatlari e'zozlanibgina qolmay, turmushimizning obod bo'lishiga katta e'tibor bermoqdalar. Dilimda baxtiyor O'zbekistonim, yashnagan baxtiyor O'zbekistonim, ming yashab bo'lmag'ur O'zbekistonim, bayraming muborak O'zbekistonim, istiqbol kunlaring paxta ekadi, davring chekib ko'kka yetadi, qo'shdi yuragi irg'ab tibadi, bayraming muborak O'zbekistonim. Merhamimiz Savatxonlik bayrami, ya'ni Alifbe bayramini o'tkazamiz. Bizlar ilk bor maktab ostonasiga qadam qo'yganimizda hali o'qish va yozishni bilmas edik. Qisqa vaqt ichida o'qish va yozishni bilib oldik. Ilk marta partaga sekin o'tkazib, chakchi qo'limga qalam tutkazib, menga xartaratgan qalbi jahonim. Birinchi o'qituvchim sizga ming ta'zim. Qiyos etkim keladi ustozlarni yoshga, o'z mehnatini baxshidagi har ishga. Ustoz qalbi xazina, ustoz yo'li yorug'dir, bizga doim mehribon, saxovatga to'liqdir. Yetsang ustoz qadriga nasibing to'liqdir. Agar sen ustozing otang kabi ulug'dir. İlk bora olganda qo'limga qalam berdingiz, qalbimga ilhom va siz borki noshon bolam, ustozga ta'zim qilib bir umr. Siz aziz insonsiz, buyuk bir siva, dazmimni to'tadan tafsira, sizga ta'zim qilar to'ttayma, men senlar seva mehrim tafsira. Sizga ta'zim qilar, sizni madh elib, buyum bilan qilib ovozimni, barcha hislatingizni qalbimga to'lab ko'tarar ko'klarga ustozimni. Qadim zamonlarda bir bog'bon bo'lgan ekan. U har doim daraxt ekib yurar ekan. Kunlardan bir kuni uning oldiga bir kishi kelib so'rabdi. Yoshingiz anchalar borib qoldi. Bu nihoyatlar qachon hosil beradi? Siz ularni qachon tattirasiz? Shunda bog'bon degan ekan. Bugun men sizdan mevalarni undan keyin Allohdan naf keltirish foydamiz.
yurtimizning nomi nima deb ataladi? O'zbekiston qanday davlat? Mustaqil vatanimiz necha yoshga to'ldilar? 25 yoshga. Vatan deganda nimani tushunasiz? Vatan bu cennet kalımız, güzelden pulak. Vatan bu beshigimiz, uyimiz, turar joyimiz. Vatan bu buyuk millatimiz. Vatan nini Alloh bilani qo'yga yettida muqaddas maskandir. Yurt degani serap
bilan jamol topib vatan seni ardoqlaymiz. Har nafasda, har qadamda cheksiz mehringni sezamiz. Ona vatan biz ham faqat seni deymiz, seni deymiz. Ona vatan biz ham faqat seni deymiz, seni deymiz. Guleza ozod vatan, onajonim O'zbekiston. Hech kimga mazasini, O'zbekiston. Guleza ozod vatan, onajonim O'zbekiston. Hech kimga mazasini, O'zbekiston. Imonimiz butun vatan, shunday onajonim xizmatiga doim tayyor. Farzandlaring O'zbekiston. O'zbekiston ona diyori, sevimli O'zbekiston, ona diyori, sevimli U bayram sanatchisi bilimdan foydalan. Alif beri chaqirsak, barorqacha chasak. Bilim bergan bizlarga, jajjovul qizlarga. Har bir so'zi asabol. Alif bejonga vafot. Olqishlaymiz quloq sol. Assalomu alaykum aziz ota-onalar va qadrdon bolalar. Savodxonlik muborak, bayramshodlik muborak. Sizdan qadrdon bo'ling, sharif pochtobur, ko'zga yo'lni mendan charaqlagan oftobur. O'qituvchim xo'jaboshimni tanitdi. Bilimimga siz saboq o'qiy olaman endi. Men birinchi kitobman, alif beman, oftobman, nur tiladim toblarga. Do'st bo'ldim sizlarga, savol chiqarib mendan so'rab ko'rayin sizdan. Alifboda harflar nechta? Harflarning 29ta, tovushlarning ham shuncha. Yasha zehrli bola, nima o'rganding yana? Chizib chala chizishni, so'zlarni yozishni. Yana savolim bor sizga, bilimdon o'g'il qizga. Alifbo qaysi harfdan boshlanadi? Bugun bizda Zurayrat mehmoni ham tamujan. Uzun toshlar kuylashar, haqlar sakrashib o'ynar. Haqlar kirmoqchi tilga, qani nevin ekan bizga. Hayot qog'oz, yoshlik qalamdir. Betadamiz yana yorqinroq ilmga bo'lgan muhabbatimni izhor etay men jajji avlod.
sözüm fırqat sarruf faxriyar Fatbohning belbog'i bor. Bolalarga bosh bo'lar, bizlarga sirdosh bo'lar. Bahrom Bag'no botirni yozganma yo'ldosh bo'lar. So'rayman, Anjador o'zbek tilida ifoda bor. Gidip bedlanam aytang senga kalam guldak lobda barman gah gul fan gah gul norma. De undoshdan bilan dona so'zga so'zlab nodon do'stlardan ko'ra dona dushman yaxshiroq. Men hayratdan menga bilaman chiqaram hamma aqlingizni ajat so'zim. Hemen görgensiz kitaplarda köp, her gün yüz görüşerlik, geliştik mukum. Muman mukum yaşayma, mustakil memlekette, mustakillik mukaddes, mustakillik elbette. Mervet menge ortaklar, okşay mene mervange, basın süre besine yitik bahsetke. Yapuz. Ben amen sözle adak alma kalbi duman na kolum bana aşağım bana. Men bilmem maşık kılıp pişip buldum palvan paklavan. Küreksek yengilip bilmem menden şeyman. Aga azrap okşaymen, dümün bak kömbesme, koşka ükstöme, bize renk veren sınçkeme askerek. Rehanımdan hakkımdan raketinde boş koş, rabon etş olsanmaz, köprak baş kılsengiz bes. Sımırsızlardan leylenmek, söyle gönleden, dinçler alzama zaman çıkarır dedi. Tümen gördüm geçmez, gözüne giretmez, erkek doğan doğar beni kalbinleri. Bu hepime bendalı, liman vakfetmeda. Sizlerle mesut oturacağım, kabul edilirse sengiz, dostluk yemedi bu. Evvel birer özümde, seminde kısmette, kurasızlıkta uçadım elbette. Kızık yolcu yoldaşlar, yolbaz yanışır, yılda köset deseler, bilmez bilmek kişileşer. Tanışaylık zıp olama, kim bolsa zevk zıkkos, bat kurdoyu zevktirmemen asla. O ömre bilen yazılar, Özbekistan, onu gönderdi, Urtak Cahon. Men gayretli gaydirman, giga okshayma og'zida, shu qilsanma aytingchi, farqim nimada o'rtoq? Cumay körümlü cüce saflarda var mı? Yakın cücelim işke tayyar mı? Şuna hizmette şeyma bulmuşsa şarkılı, çapmaya şakada bir toman tezrok. Çimen bilmeyden çakacak, kimdi bilip çakacak, çalar çıtlar çaynanday, beni okur kıynanday. Okuçu göz önküde, uçrayla tutsun gide, bazı indirin bir havada. Kimlik keser bize, Mehmet bize, uçrayla karşısında, kalbim dolar gezde. Allah
dili otlar, sen bilimga chanqoqlar, minnatdorman sizlardan, baxtli o'g'il qizlardan. Yana savolga kirasiz, qanday maqol topishmoqlar bilasiz? Evet, öyle ki söyle. Bilim sorum. Bilim sorum. Yaşıl tolli bolalar. Bülbül teveccüh adefetendi. Aldın oynarken söyle. Kar yağdı, don yağdı. Dostların avar. Süremezsen duramaz. Sen bilmezsen duramaz. Yaşıl tolli bolalar, mekanda tertelenler, kendiler geçişlese, bulan aşk bilen yese. Ben katlama bilik bu satışlama. Men yuraman u qoladi. Meni doim toza tutgan shirin shakar bolalar, sen keldim qo'lga olgan aqli rosa donolar. Xayrlashaman sizga atab, o'qish kitobi tufan, toza tutgin xuddi menday bilim bo'lsin mustahkam. O'qish kitobi sizni, o'quvchi o'g'il qizni, yetaklar bilim sari, xuddi o'zim singari. Men-ku hammamiz shodi hurram katta hayotimiz uchun minnatdormiz, bexayrlashamiz endi. Men-ku sizlar tomonman ajrashishga hayronman. O'rgandingiz qadrimni, 29 harfimni. Yana savol. Rahmat aziz do'stlarim, bordir 3-4 so'zlarim. Yomon bulutni yaratmang, boshim yerga qaratmang. Mana o'qish kitobi, alifbening davomi. Xayr, endi to'lib ketdim, menga yetar shu nafas. Rahmat deb qo'ysangiz bas. Rahmat senga alifbe, xayr endi alifbe. Assalomu alaykum aziz o'quvchilar, men o'qish kitobi bo'laman. Mendan ravon o'qish, to'g'ri so'zlashni o'rganasiz. Mening varaqlarimni yetmanglar. Sizlar bilan do'st bo'lmoq oliy niyatim, sizlarga manzur qilmoq shirin hikmatim. Qiziq hikoyalar, ertaklarim bor sizga, o'qib bo'ling bilimdan. Mana men tayyor. Varaqlarim yetmang, aslo saqlang ozoda. Qo'shiqlarim jaranglasin, kessin fazoda. Aziz bolajonlar, davlatimiz ramzlari haqida nimalarni bilasiz? O'zbekiston Respublikasi Mustaqillik kuni deb e'lon qilindi. Kamoliy azaldan samoga yo'ldosh, jamoalinga butun koinot maftul. Sendan esa mehr emas go'sh, yulduzlar hamyalar seni devardi. Sen tinchlik kechsi, mangu dostonsan, barchamizga a'lo O'zbekistonsan. 1991 yil 18 noyabr kuni
Özbekistan Respublikası Devlet Piyade Kabul Günü. Ben öpüp yaşaman hul bayrağımni gözüm karağı diye ezilmedi. Erişmen dünyaya zaten vatanı mukayyer kışkar müzaffer. 1991 İkinci ülkede Özbekistan Respublikası Devlet Deputası'nın yüksek ekimi akışkan adım yazıp dilden baktı oldu olsun. Okur bayrağının yörge doldurup 14 bin kurtulması. 1998 yıl 8. dekabr günü Özbekistan Respublikası tarafkamız kabul kılındı. Karda ve sakı kanun kılma, erkünlüğü şehirde tercüme babam, kanun göz, kanun söz, u kalkan pasman, umda adapteler insan degen nam. 1992 yıl 10. dekabr günü Özbekistan Respublikası Devlet Başkanı Meyvede işkin işin dertlerine güngör bağlarken rümetçapına yüreğim koştu, kalbim koştu ve tendirmen yub olmayı mahyan. Aferinler bu sizce bolacaklar, aferin. Xorazm.net'da premyera. Kızıl güynek giyip gelesen daim İpeki ahırlı nayın mülayim Kızıl güynek giyip gelesen daim ey İpeki ahırlı nayın mülayim Çırayda dengiyor gülüm gülayim Çırayda dengiyor gülüm gülayim Lale gül güylekleri yapamam Mahtanıkla yürüyüşüne kumarman Lale güllü güyneklerine bağman ey Mamadeti yürüyüşüne kumarman Biçimini gülüm hayalım şaşkın Biçimini gülüm hayalım şaşkın Güyneklerin yabaman Mavat etip duruşuna kumarman Çiğerenli güyneklerin yabaman ey Mahtanıkla yürüyüşüne kumarman Sen güzellik tarifine söz yetmez ey Gül cemalın göz aldımdan hiç gitmez Hiçbir peri çırayda senden ötmez Hiçbir peri çırayda senden ötmez ey Lale gül güneşleri yapamam Mahtanıkla yürüyüşüye kumarman Lale güllü güyneklerine bağman ey Maladeti yürüyüşüye kumarman Xorazm.net Yulduzlar siz bilan birga. Naxışları alıptı yüzünden Saçakları ötüp durar dizinden Naxışları renk alıptı yüzünden Saçakları ötüp durar dizinden Gece gündüz kalmayın senin izinden Gece gündüz kalmayın senin izinden Kızıl güllü güynekleri yapamam Mahtanıkla yürüyüşün kumarman Lala güllü güyneklerine
rengarenk mavatetin yürüyüşüne humurman Kızıl güllü göyneklerine bağman Lale güllü göyneklerine bağman Vatanni kim yaratgan bilasizmi bolalar? Dunyoni kim tebratgan bilasizmi bolalar? Bizga oqsuv bergan kim? Shirin tilni kim bergan? Yo'limizga tasganni kiprigida kim tergan? U tunlar qorayib chiroqim olammi? Jannatning jani kerak, Makka Madinami? Kim uradi? Har tun. Ona. Kim tela joydir? Ona. Ko'ylagimni kim tikkan? Ona. Baxt urug'ini kim sepgan? Ona. Sochlarimni kim tarar? Ona. Kim menga gul uzatdi? Ona. Kimdan katta tushadi? Ona. Kimdir mening o'g'lim? Ona. Kim mening jonidir? Ona. Joringizga jon bola, jorimga darmonim otam, kattarim piru badalar, shavkat urshorim atam, gul hayoti ko'kyorga davru davronim otam, siz bilan zarracha kechishimda armonim otam. Mehribon mehrigiyodir ashrin farzandiga, ushongan bog'ir og'istagan bandiga, chashmadek mehri tugalmas o'zigar payvandiga, joningizga jon bo'lay, jonimga darmonim otam, siz bilan yo'q zarracha ko'ksimda armonim otam. Onajonim azizam, mehribonim yolg'izam, kechalar uxlolmay allaykan munisam, erkalatib, qo'natib, xafa bo'lsam o'g'itib, bilim odob o'qitib, tarbiya qilmoqdasiz. Muqaddasim onajon, baxtimga bo'ling omon. Hammadan siz go'zalsiz, so'zlari bor assasiz, durdonam yagonamsiz, muniskinam onajonim. Shaklasangiz quyosh ham nur sochadi osmondan, yig'lasangiz bu olam
Bizler qo'shiq qatori alifbedagi nemis til fanini o'rganyapmiz. Hurmatli mehmonlar, bugungi bizning bayramimizga yana ko'plab mehmonlar tashrif buyurishibdi. Bu mehmonlar bizga uzoq shimolidan kelishibdi. Hozir shu mehmonlarni davramizga taklif etamiz. Marhamat aziz mehmonlar, qo'shiqlar yayraversin, kuylar charaqlayversin. Davramizga marhamat kelaversin, Qarbobo. Salom aziz bolajonlar, men uzoq o'rmonlardan tog'lar oshib sizlarni yangi yil bilan tabriklash uchun keldim. Sizlar odobli, tartibli bolalar ekansiz. Qancha qo'shiqlar va she'rlarni bilasiz. Sizlarni Sotonlik bayrami bilan tabriklayman. 1, 2, 3, 4, 5ni o'rgandingiz yozishni va qo'shish, ayrishni, men orqali borishni, yozsangiz raqamlarni hammasini chiroyli, bataring ishni to'g'ri, olasiz 5 bahoni. Band quvnoq tirishqoqlar, ziyrak jo'shqin yosh avlod, bilimingiz ko'rsating, barcha ziddon bo'lsin shod. Son aql qayrog'i dingday qollar tutun, bilingizsin ortog'i raqamlar tilga kirsin. Nurlar raqamlar ichra yolg'iz mendan kam foyda, yek ko'zim hech kimni solar bilan tengsizman. Men birinchiman, raqamlar birinchiman. Men 2man murakkab, oson deb turmangizlar. Timiga rang 2man, bilmaslarga 2man. Qo'shamon qilib 3man, sonlar ichida 3man. Yo'q o'quvchilarga bilim rosayoq 10man. Hisobda yutqinlayot 2 kara 2 4 chalg'anlarning ishi doim bo'lar. Raqamdan ko'rki 5man, odob axloqqa ishman. Yildaslarim baquvvat, aka-ukaga bo'yman. Alloh olaqolsan, nekang qo'liga bo'yman. Yetti o'lchab bir kesiz, asl mening odatim. 7 yulduzlar diplom, bu mening saodatim. Shaklim chizaman go'zal, ko'plar 2 ta deydi. Penjaralar birikkan, tushga taban gol deydi. Billiklarning to'g'ri to'qqizaning bilan kelib, erkalab orqasidan yuraman. 7, 8, 9, 10, 2 nafar bo'ldi. Ana asarda chunki kiygan katta to'p.
birlashib ongimizga har doim yordam berur. Men qo'shish ishorasi ta'tirmoq vazifam. Tik cho'tib, ikkita tayoq, kattarona shaklim ham. Men ayrish belgisi, ayiraman sonlarni. O'ylang to'g'ri, hisoblang, yoqtirmam xatolarni. Bu hisob olamda yagona tengsiz o'zim, ifoda va yechimni teng qilaman ben o'zim. Biz tengsizlik belgisi, qo'sh egizak albatta. Quchoq olsak kimga bil, hammasidan shu katta. Korku yok yoqtirg'adik, 1, 2, 3 boshladik. Bemalol beraman siz, mensiz bilim bilinmas. Nechadan sizlarsizni, 10dan olsak 8ni. Har bolaga chamanda, kerakman har qadamda. Juda oson menga ha, shartimni qilib qo'ying, qadrimni bilib qo'ying. Men emasman bo'g'im, soniq salavim, hislatlarim shu menim, adashib ketmang tag'in. Tuppa yog'ar qor, go'yo ko'kda inamor. Tomlar oppoq, yer oppoq, shoxnovdalar arg'amchoq. Qarg'a qaqqas etadi, ko'ngilni choq etadi. Mayli vaqti ko'p yog'sin, to'xtamasin hop yog'sin. Ha 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 hop hop, yo yog'ar qor. Ha 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 hop hop, mayli tez tez yog'ar qor. Mayli yog'sin oppoq qor, oyoqlari paypoqor. Qishning ko'rki oqardi, yog'masa qish beqor. Bersin endi beomad, beamal mushuk sho'rim. Olam desin oq libos, oq libosim qanday soz. Ha 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 hop hop, yo yog'ar qor. Ha 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 hop hop, mayli tez tez yog'ar qor. Bizlar orzu qilishni o'rgandik. Orzular esa bizni yuksaklarga yetaklaydi. Osmon to'la yulduzlar, shunda tun ham kunduzdir. Biz bog'dagi gullarmiz, bizlar orzu qilamiz.
dedi. Mayli. Hali katta akamdan ancha baland uchaman. Katta bo'lsam yaxshisi, oyni borib quchaman. Men hozirgir bo'laman dedi. Diyoring. Chalg'i tamal maydonda bolalarni ko'mini. Kecha bitta tepsida tishdim nonni tomini. Men futbolchi bo'laman dedi. Oh. So'nda barmog'i o'tgan kuni bizlari chetikkina to'satsa qotib qoladi yarasi. Men doktor bo'laman dedi. Yomonmas. Hammasi ham yaxshi. Hecham tortmaysiz tashvish. Hecham tortmaysiz tashvish. Faqat yolg'on bo'lmayman. Faqat bo'lma. Men odam bo'laman dedi. Balla azamat. Bolajonlar, men bayramda yaxshi qatnashgan a'lochi, jamoatchi bolalarga sovg'alar keltirdim. Hozir uni sizlarga ulashaman. Qani qizim, qopni ochgin.
alaykum aziz ota-onalar, hurmatli ustozlar va mehridaryo bolajonlar. Yana bugun bizim 5 yil umumiy o'rta ta'lim maktabida birinchi B sinf o'quvchilarini savodxonlik bayrami muborak deb nomlangan bayram kechasini ko'rib tomosha qildingizlar. Yana bugun bular ilk davondan ochdi, ya'ni o'zlarining eng sevimli kitobi bo'lgan Alifbe kitobi bilan xayrlashuv kechasini o'tkazib turibdilar. Ya'ni bular bundan 4 oy avval sentyabr oyida hali maktab ostonasini ilk qadam qo'ygan vaqtlarida hali bular hech narsani bilmas edilar. Pardada o'tirish, ruchkani ushlash, oddiy bir ilmiy harf elementlarini yozishni, harflar elementlardan hosil bo'ladi. Oddiy tayoqcha, katta tayoqcha deydi. Shularning asosiy yozuv yo'llarini donimasdan maktabga kelib, yana bugun bular shu alifbe kitoblaridagi 29 ta harfni o'rganib, savodxon bo'lganligini bilan ham alifbe kitobi bilan xayrlashib durganligini, ya'ni imtihondan o'tib durganligini ko'rib turibsizlar, tomosha qilib turibsizlar. Avvalambor shu birinchi sinf o'quvchilarini, qolaversa shular orqali ota-onalarini shu bugungi savodxonlik bayrami bilan chin qalbimizdan maktab ma'muriyati tomonidan qizg'in tabriklaymiz. Kelayotgan 2017 yangi yil ham bilan ham tabriklaymiz. Shu 2016-yilda ushalmagan arzular, bular egallamagan bilimlarni 2017-yilda egallasinlar, arzu umidlarini yetsinlar. Shu bu davrani bu yerda aytganligim o'zi bo'lmaydi, to'g'risi. Ota-onalar ham to'g'ri tushunadi deb aytaman, lekin men ham o'zim shunday boshimdan o'tirgan alifbe bayramlari berganmiz, boshqa kechalar o'tkazganmiz. Shunday o'quvchilarni tanlab olish kerak, shu ko'nglingizda bir ishlar aytsak bo'lasiz, lekin bolalar deganingiz aytmaydi. Ansada emas bu. Buni tenda ko'maydi deyapti. Bu bunchalik bolalarga bardosh berish o'zi bo'lmaydi. Birsini shunday bir she'r berajak bo'lsangiz, birsi ko'nglingizdagini qilib aytmaydi. Hali bular ko'cha bolasi dejekman. Hali endi yana tebopoya bo'lib, harflari hali yana o'rganib, donib, hali bu harflarning 4 ta shakli bo'lsam, har bitta harfning 4 ta shakliga ega bo'lsam, hali almashtirib yurganlari bor aralarında. Yaqinda endi alifbe bayram bermasdan aldi bular bu xat savodini ko'rayin deb bir o'qib ko'rdim. Lekin yaxshi, ko'plari oydin harflab o'qisam, bo'g'inlab o'qisam o'qib turibdilar. Lekin hali qiynalib yurgan o'quvchilar bor. Ular sizlar shunda Dilrabo ustozina, qolaversa bolalara shu hozirdan yordam bersangizlar, qarshi 2 qo'ldan chiqadi deydi. Bulardan kelajakda shu yurtimiz kutayotgan prezidentimiz, jamiyatimizga yetuk bir shaxslar bo'lib yetishsa, va ajab maslab turibmiz. Shu bola tarbiyasi hozir shuning dunyo bo'lib turibdi. Har xil tashqi tomonlardan ko'p narsalar o'rganadi bular. Maktabga kelgan vaqtida bolalar o'ta aqlli bo'lib kelyapti. Nechunda ham tashqi dunyodan boshqa tomondan ham har xil axborotlarni olib turibdi bular. Doğru ayrımlarla bilmeydiğim narsalar bilip, yani sensorli telefon deganlar içine girdiğim bolup gelip turibdi bu bolalar. Lekin harf bilmeydiler, okumak bilmeydiler. Lekin biladi sensor telefonni jadib ishlatishni. Nodajekman bu bola tarbiyasida nafaqat ustozi, nafaqat ota-ona, mahalla hamma bir hamkorlikda shularni tarbiyalasak, shulardan kelajakda vatanimiz kutayotgan yetuk bir shaxslar bo'lib yetishsa, naqadar bir hammamize yurtimiz sha'nini, jamiyatimizning rivojlanishini, yanada O'zbekistonimiz gullab yashnashini o'zlarining munosib hissalarini qo'shsalar yaxshi bo'lar degan niyatlarim bor. Shu bilan bugungi yana savodxonlik muborak deb nomlangan savodxonlik bayramini yakunlaymiz. Shu bolalarning nimalarga qodir ekanliklarini ko'rdingizlar, tomosha qildingizlar. Shuni
ne bir yutuqlarım olsa, doğrudur kemçiliklerim bolgan boluşu mümkün, bir tap boladı. Lekin bunun teyinde köp minnetle yatadı. Onu doğru yatırış kıyırdım. Şunun için yine bu Dilraba ustazına özlerinizin minnettarçılıklarınızı bildirediğin ata-analara sözler beremiz. Ama şunun için Şanazaram adınız doğru bilmez. Sizden başlıyorum. Gel. Bir daha Assalamu alaikum. Şu Savatxonlik bayramini uyushtirgan ustozlar, ota-onalar, yig'ilgan. Şu hammangizni Savatxonlik bayrami bilan, Teatrdan yangi yil bayrami bilan tabriklayman. Şu nabiralarimizni bayramini yig'mashib o'tiribmiz ekan. Buning uchun Dilrabo qizimizga katta rahmat. Bu tadbirni uyushtirish o'zi bo'lmaydi. Rahmat qizim sizga. Nabiralarimizni tarbiyalab, shu katta ulg'aytirishingizga sizga katta muvaffaqiyat tilayman. Sizlarga ham rahmat ustozlar, sog' bo'linglar hammangiz. Rahmat. Salomat abo. Salomat abo gel. Bana bir sorar. Kubarak ben. Cimerde gelmeden bolar. Dilrabo rahmat ukasan, shu bolamizni, aqlamizni shunday tarbiyalab, shunday voyaga yetirayotgan minnatlaring halol bo'lgay, kelajakda shular sana baxtli, omadli bola bo'lib, sana rahmat ayttirgaylar. Shular qatori bizlar ham bu tadbiri shu oyaga yetirish uchun sening minnatlaring katta bo'ldi uka, bilib o'tiribmiz. Bizlar ham oydishin nevaralarimizga ko'maklashib, shu qiynalmasi ustozlarida shunday yordam etdik. Sen birinchi rolda o'ynaysan uka. Rahmat uka. Xudoyim kelajakingda bolalaring rohatini ko'rgiysan, shularning rohatini ko'rgiysan, o'zim o'qitgan o'quvchilarim shunday voyaga yetibdi deb quvonib yurgiysan. Bizlar ham rahmatli aytmaymiz sana uka. Sizlar ham ustozlarga rahmat hammaga. Sog' bo'lgaysizlar. Shuningdek bolalari quvonib, izlayib yurib, rohatini ko'rib yurgaysizlar. Yaxshi, rahmat ko'zvoy sana. Kelinam, gel. Mal. Ustozlar hamda jajjigina yoshlar. Yana bugun Aqtiqon Behruzbeki Savatxonlik bayramini qo'shib o'tirib ekanmiz. Xudoyim hamma bolalari arasında şu bolamam. Baxtlı saodatli bo'lib, neyinki arzuliklar olsa ro'yobga chiqishidan tilak taşma. Dilrabo jon salomika mingdan ming rahmat. Shunday etib yosh bolalar o'rtaga keltirish o'zi umidi. Yana shunday uriyati, shunday minnatlaring nechali minnat yaptığına qiyinda. Şu Behruzbekiman Kalkan yaşlarım hemmesine uzak ömür bahsadet dilime. Geyatırga 2017 yılımız başlı ahmetli yıl olup gelsin. İlmiran'da mıyım ama bir? Tamam. Yine söyleyecek olsak doğru ayrım küfler var. Kolun güçerde. Kaybı kimlerse? Berna tanıdım. Ben şirketler gepine konuşulamam. Rahmet Dilrabo. Ballarımız terbiyeli oturganınız için. Hemmenize sağlık, amallık dilime. Yangi yıl hemmemize baxt gelgen bu. Sizlere hem rahmet. Yaramam bak, yaramam. Okutçular neveramin, kızımın Savatxonlik mübarek bayram ekan. Elif bir bayramı bilan hammangizga tabriklayman. Maktab ma'muriyatini hammangizga rahmatli aytaman. Dilrabo, sen ham Xudoyim ming yoshlarga kirib sog' salomat shu hayotda bosh bo'lib yurgaysan. Xudoyim bular katta qiz, katta yigit bo'lib qolgan o'qishlarida o'qig'ay, bir kasb egasi bo'lib yetishgay. Ko'zvoy sizlarga maktab ma'muriyati hammangizga sog' salomatlik tilayman.
2017 yıl Xudoyim baxt olib kelgan yil bo'lsin. Yaqinroq bor. Ota-onalar. Tamam. Keling. To'g'risi ko'p ota-onalarga duoni qabul otmasin. Qo'l ko'tarib o'tiring navbatda. Ustozlar, o'quvchilar, aziz ota-onalar, mana biz bugun Savodxonlik muborak bayramida o'tiribmiz. Mana shu o'qituvchilarga, aziz ustozlarga katta rahmat aytaman. Shu bolalarni haqlarida o'qitib, o'rgatgan hamma ustozlarga ming rahmat aytaman. Berna. Kelgan? Benim hamma qatori, ustozlar qatori, bayrami bilan chekadidan tabriklayman ustozlarga. Birovasiga ming rahmat. Shu aqlingizga bo'lib Xudoyim ustozlar ustoz bo'lsin. Rahmat. Rahmat sizga. Mana gapirganingiz uchun assalomu alaykum. Hurmatli o'qituvchilar, hurmatli ota-onalar, hurmatli domlalar, sizlarga ming rahmat. O'qituvchilar shu yerga kelib, shunday beraman, berib, shunchalik minnatingiz. Rahmat sizga, Xudoyim mana ko'zini beravergaysiz. Rahmat sizga domlalar. Ziyarəşi yoxma da sonra yerdim ben. Olmaz. Ata-onalar bo'lma. Kim? Sizin o adınız son bilmiyorum ben. Sizler yok mu? Söyler misin? Gemiyesin tamam değil mi? Bu yüzden gelin. Gelin gel. Buna o aileyi gelecek bolup oturttak. Sonunda gelecek. Gelin. Yok mu başka ata-onalarsa? Ezel durdu yola haberimiz. Gebledi o. Vuruşmuyor, vuruşmuyor. Başka elinde istemçiler bulmasa, hürmetli ata-onalar, yerleriniz için katta rahmet, şu farzatlarının terbiyesiga, ularning kelajakda bir ajoyib inson bo'lib yetishi uchun mana siz ham jon xudolik qilayotganligingizni hozir ko'rib turibmiz. Ilohim shu farzandlarning baxtini ko'rgaysiz, ajoyib kadrlar bo'lib yurtimizga, jamiyatimizga xizmat qiladigan insonlar bo'lsin. O'ylaymanki, biz o'qituvchilarning yuziga qaratmaydigan ajoyib farzandlar bo'lib yetishadilar. Hammangizni yana bir bor yangi yil bilan tabriklaymiz. İşlaringizga muvaffaqiyat, oilaviy tinchlik, totuvlik hamisha davom qilaversin deb tilaklar bildirib qoliraman. Başka söylesem bo'ladi ekan o deb. Enegil ablam nasıl var ekan Qubayda? Gelin. Qo'shnacha Enegil ablammi? Gelin. Gel ne? Nobaqar aytma. Ne? Nobaqar. Kim hozir gel. Gel o. Ana olsun ham chaqir. Hozir gel. Assalomu alaykum. Mana bu Savodxonlik bayrami ekan. Men qalbimdan tabriklayman hamma ota-onalarni, ustozlarni. Sizga ming rahmat. Dinora, qizimni ustozing haqida shirin aytib. Qani. Ina qolgani. Yashilni bo'stadi. O'qishni o'rgatib, ko'zni ochdingiz, ilm sirlarni qalbga ochdingiz. Otadek ulug'siz, kelajaksiz siz. Ustozim, sizga ming ta'zim. Sizga ming ta'zim. Programmalarni kim ekan? Bu bilimni şu yerinde ağzına yazmayın dursam bo'ladi. Qargan bayramam bir umr yodda qolar. Shu aytadi-ku, yoshlikda olingan bilim toshga o'yilgan naqsh kabidir deydi. Hozir ishib o'tirganlar ham bular uchun bir bilim, bir maktab. Ha. Shuning uchun oxirida hammasi bo'lsa, bayram o'xshasin. Ha. Hamma taklif qilamiz. Ustozini
Öz qimmatli vaqtlarini ayamasdan farzandining kamolini ko'rish uchun kelgan aziz ota-onalar, qarshingizda turgan o'g'il qizlaringiz ta'lim tarbiya sohasida, sport, san'at va boshqa sohalarda har xil xalqaro ko'rik tanlovlarda, fan olimpiadalarida qatnashib, O'zbekiston yoshlarini hech kimdan kam emasligini isbot etadilar deb ishonch bildirib qolaman. Hammangizni yangi yil bayramlaringiz bilan tabriklayman.